Odamlarga hayron qolaman. Kalbasalar yomonlashadi-yu, lekin uydagi bolasiga mol rulet qilib berishni bilishmaydi. Shu uchun men bugun sizlarga o'rgatib qo'yaman. Birinchi o'zingiz ishongan go'shtlardan olib bo'laklab olasiz. Kerakli ziravorlar aralashmasini opsiyoniga yozib qo'yaman. Go'shtga ziravorlarni sepib bo'lganimizdan keyin arqon o'ralashini tushuntiraman. Birinchisini go'shtni boshini tugun qilib, keyingilarini qo'lingizlar yordami bilan bitta aylantirib, go'sht tagiga tiqib, siqib o'raysiz. Oxirgisiga bitta tugun qilib qotirib olasiz. Tayyor ruletlarni qozonlarga tashlab, bulyon ham sho'r bo'lishi uchun tuz berib, suv quyasiz. Sho'r suvda ruletlar zo'r pishadi va 4 soatga qaynatib qo'ying. Go'shtlar pishguncha sizlarga bitta ma'lumot aytaman. EOSda yana bir yangilik, Gangada yangi filial ochildi. Bu filialga kelib, hali yeb ko'rmagan mahsulotlarni zakaz qildim. Sifatini saqlab qolgan holda hamyonbop qilib, 15 mingga dana roll va 17 ming so'mga mini chicken burger oldim. Mahsulotlar mazasi zo'r. Hammangizga dana roll tavsiya qilaman va men shu mahsulot uchun yana bir marta EOSga qaytib borardim. Ganga filialida o'tirib yeyishga joylar qilib qo'yishga eng qulay tomoni G'afur G'ulom metrosidan chiqqaningizda shundoqqina to'g'risida, albatta metroda yurganingizda kirib o'tish esdan chiqmasin. Go'shtlar ham pishdi. Endi stolimizga sochuv qo'yib, ustiga doska qo'yamiz va uklon qilib strich tortamiz. Go'shtlarni strichga qo'yib, boshida sekinroq, keyin tarrang tortib o'raymiz. Tayyor bo'lganda shunaqa tarrang bo'lganini bilib olasiz. Muzlatgichda qotirib, bemalol kesib yesanglar bo'ladi. Yumshoqqina va go'shtli mazasi bomba. Bolalarga ishonib bersanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa bomba deyish esdan chiqmasin. Bomba.